Akasi Altay, qachon odam bo'lasa? Nimaga ber ruxsat kassadan pul olasan? Bu joy kimning joyi o'zi? Dada, siz joysiz. Ha, meni joyim. Sen bu yerda hech kimsan. Bo'yingni qara, bo'yimdan baland. Hali bitta nonga pul topganing yo'q. Uylansang, xotin bola chaqangni qanaqa qilib baqasa? Dada, bergan pulingizni minnat qilyapsizmi? Ana do'stlarim dadasi Inamargacha mindirib qo'ygan. Ular ta'na qilmayapti-yu. Bugundan boshlab shu Emeran do'konida uborsachi bo'lib ishlaysan. Qiynalib, mehnat qilib, pul topishni o'rganasan. Dada, hali yoshman. Vaqti kelsa topaman shu pulni. Sizga og'irligim tushmaydi. Yoshman degan, yur ketdik. Men seni bir joyga olib boraman. O'n odamni ko'ryapsanmi? Assalomu alaykum dada. Alaykum. O'tir bolam. Dada, men bugun topgan pulim. Buni o'zi ishlatarsan bolam. Ari. Men maktabga kech qolyapman. Aravani skalatga qo'yib qo'ydim. Yoshligini mehnat almashtirgan bolam, meni kechir. Ko'rdingmi bolam? Xudo urganda bolasi 30 da ham yosh bo'lar ekan. Xudo berganda bolasi 15 da bosh bo'lar ekan. Bu yiqqan narsalarim go'rimga olib ketmayman. Hammasi seniki.